Siz nima ish qilsangiz ham uni yorqin bajaring. Ta'm bilan ilhomlaning, o'zingizni namoyon qiling va siz e'tibor markazida bo'lasiz. Yangi Freshtag limonadini tatib ko'ring. Freshtag limonadi porlash uchun quvvatlangan. U ish joyidan uyga qaytmoqda. Endi 2 smenalik ish kunini tugatgan. Kech bo'lgan va shassi butunlay bo'm-bo'sh. Na oldida, na ortida mashina ko'rinadi. Yo'l atigi 20 daqiqa, lekin ko'zi zo'rg'a ochiq turibdi. Mashina esa eski, qaltirab silkinib ketmoqda. Tezlik ko'rsatkichidagi bir bo'lak skotch qilingan. Qimirlaydi va tushib ketadi. Orqasida dvigatelni tekshiring degan chiroq yonib turgan edi. U skotchni yana yopishtirib qo'yadi. Mana yana hammasi joyida. Radioni yoqadi. U bir lahzaga jonlanib yana o'chadi. U radio paneliga shapaloq uradi va bir zumga ishlaydi. Keyin yana jimjit. Yana urishga tayyorlanayotganda orqa ko'zguda yorug'liklarni payqab qoladi. Bu oddiy faralar emas. U juda yorug' edi. Yorug'liklar tez yaqinlashmoqda. Birdan ular g'oyib bo'ladi. Bir zumda so'nib qoladi. Bu haydovchi faralarni o'chirdimi deb o'ylaydi. Lekin o'ylab ulgurmay, kuchli portlash tovushi uni qattiq cho'chitadi. Xuddi chaqmoq mashinasiga tushgandek. Mashina ichini olov va tutun qoplaydi. "Dvigatel portladimi? Nima bo'lyapti o'zi?" deb hayron qoladi. Yo'q, tutun undan emas. Yonidagida qayerdan paydo bo'lganini bilmay qoldi. Lekin yonida ulkan bir yuk mashinasi turibdi. Yoki yuk mashinasiga o'xshardi. Tutun qalinlashadi. U yo'tala boshlaydi va hech narsani ko'ra olmaydi. Mashina ustidan nazorat yo'qoladi. Tormozga bosadi, lekin chetga chiqib ketayotganligini his qiladi. Tutun tarqala boshlaganda u oy nurini ko'radi. Shu zahoti u tushunadiki, endi tepaga qarab emas, ag'darilib uchyapti. Mashina havoda aylana boshlaydi. Ko'zini ochganida o'zini hali ham xavfsizlik kamarda osilib turgan holda ko'radi. Kamarni yechib mashina tomiga tushadi va sudralib chiqadi. Mashina yo'l chetida ag'darilgancha to'xtagan. Atrofga qaraydi va uzoqda, ancha uzoqda uni yo'ldan chiqarib yuborgan yuk mashinasini ko'radi. U juda katta tezlikda ko'zdan yo'qolib ketmoqda. Orqaga qaraydi. Mashinasi butunlay vayron, pachoq bo'lgan. Endi nima qiladi? Oradan ko'p vaqt o'tmay, ertasi kuni ertalab uyga yetib boradi. Politsiya uning g'oyibdan paydo bo'lgan yuk mashinasi haqidagi hikoyasiga unchalik ishonmaydi. Lekin hech bo'lmasa hushyorlik testini o'tkazib uyga olib borib qo'yishadi. U tor studiya xonasiga kiradi. Devorlarda deyarli hech narsa yo'q. Ijarani qanday to'lashni o'ylay boshlaydi. Axir ishga bora olmasa, pul yo'q. Muzlatgichni ochadi. Ichida faqat bir qadoq sut turibdi. U ham allaqachon eskirgan. Hidlab ko'radi. Lekin bu holatda ham ichib bo'lmaydi. Muzlatgich eshigiga suyalgancha nima qilishni o'ylaydi. Uyga tolganida eshikka kelgan xatlarni eshik teshigidan tushayotganligini ham sezmay qoladi. U eshikdan tushgan xatni olib ko'rishga qaror qiladi. Garchi bu faqatgina yomon xabar bo'lishini bilsa ham, to'g'ri taxmin qilgan qarzdorlik xatlari, ogohlantirishlar va yana qarz xatlari. Shu eshik tirqishidan biror kun yaxshi xabar kelarmikin deb o'zidan so'raydi. Ammo oxirgi xat boshqacharoq. Eski bukilgan konvert. Ustida hech qanday yozuv yo'q. Ichini ochganda pul. Turli qiymatdagi eski g'ijimlangan banknotalar. Taxminan $1000 ko'p va bir varoq bor edi. Qora bo'r bilan shoshilinch yozilgan xat. Kechagi uchun kechir, do'stim. Umid qilamanki, bu senga yordam beradi. Bu noma imzosiz bo'lishi mumkin, lekin SCP boshqarmasi aynan kim yuborganini biladi. Bu SCP-3899, ya'ni tungi yuk tashuvchi xabari edi. SCP-3899 bu oddiy yuk mashinasi emas. Bu qora rangli Peterbilt 379 yuk mashinasi. Aqsh yo'llarida kutilmaganda paydo bo'ladi. Odatda yolg'iz va boshqa mashinalardan yiroqda. U har doim harakatda paydo bo'ladi. Tezligi esa belgilangan chegaradan atigi bir necha kilometr soatga farq qiladi. Ammo bu tezlik doimiy emas. SCP-3899 paydo bo'lgan zahoti tezlikni oshira boshlaydi va bu tezlik nihoyatda yuqori bo'lishi mumkin. Oddiy yuk mashinasiga o'xshash ko'rinsa-da, u 420 km/soat
276 mil soat tezlikda harakatlana oladi. U yo'l bo'ylab uchib ketarkan boshqa mashinalar va to'siqlardan qochishga harakat qiladi. Ba'zida qisqa masofaga teleportatsiya qilingandek 300 metr ichida birdan boshqa joyda paydo bo'ladi. Bu har doim quyuq qora tutun bilan kuzatiladi. Tarkibida dizel yoqilg'isining yonish qoldiqlari, vulqon ko'lidan tashqari noma'lum inson qonining izlari ham topilgan. SCP-3899 faqat tun yarmida paydo bo'ladi va quyosh nuri tushgan zahoti yoki avtohalokatga sabab bo'lsa darhol g'oyib bo'ladi. U ko'plab avtohalokatlarga sabab bo'lgan. Bir hodisada Virjiniya shtati avtomobil yo'llari departamentida ishlayotgan SCP boshqarmasi agentlari qora yuk mashinasi ishtirokidagi ko'plab halokatlar haqida xabar olishadi. Ular qurbonlardan biri Marta Lewis ismli ayolni topib, uni so'roq qilish uchun olib kelishadi. SCP boshqarmasi agentlari Marta Lewisni so'roq qilishadi. U aytadiki, hammasi hali ham xuddi kechagidek yodimda. Uyga qaytayotgandim. Yo'lda boshqa mashina yo'q edi. Quyosh botgan va men chiqish yo'limga yaqinlashayotgandim. To'satdan yonimda ulkan bir yuk mashinasi paydo bo'ldi. Atrofni tutun qoplab ketdi, xuddi mashina yonayotgandek va tovush xuddi chaqmoq urilgandek edi. Hammasi bir lahzada yuz berdi. Tutun old oynamni to'sdi. Nima bo'layotganini tushunishga ulgurmayoq, beton to'siqdan o'tib daraxtga urildim. Hushimni yo'qotdim. Uyg'onganimda atrofimda tez yordam va politsiya xodimlari bor edi. Meni kasalxonaga olib ketishdi. Agentlar undan shifoxonadan chiqqach yana biror nima sodir bo'ldimi deb so'rashadi. U javob berdi. Ha, uyga qaytgach eshik ostida xat bor edi. Xatda manzil ko'rsatilmagan. Ichida esa minglab dollar pul bor edi. Xilma-xil eski g'ijimlangan kupyuralar. Xat bilan birga yozuv ham bor edi. Unda shunday deyilgan edi: Uzr, zarar uchun yangi mashina oling va yo'lingizni davom eting. Keyingi tahlillar shuni ko'rsatadiki, bu xat oddiy daftar qog'ozga ko'mir bilan yozilgan bo'lib, unda hech qanday anomal xususiyatlar aniqlanmadi. Endi eng muhim savol boshqarma tadqiqotchilarini qiynayapti. SCP-3899 ni boshqarayotgan haydovchi kim va nima uchun ba'zan zararni qoplashga harakat qilmoqda? Bu savolga aniq javob yo'q, ammo ko'plab nazariyalar mavjud. SCP-3899-1 deb nomlanuvchi yuk mashinasi haydovchisi sirli shaxs hisoblanadi. Uni faqat qisqa vaqt ko'rgan guvohlar uni semizroq erkakka o'xshatishadi. Boshda esa tracker shapkasi bo'lgan. Ba'zilar kabinada tutunsimon mo'ylovga o'xshash qo'shimcha a'zolarni ham payqashgan. Uning aniq ko'rinishini aniqlashning iloji yo'q. Yuk mashinasi har qanday skanerlashga chidamli. Haydovchi haqida ma'lumotlar asosan CB radio orqali suhbatlardan olingan. U SCP xodimlari bilan yuzma-yuz gaplashmagan, lekin yaqin atrofdagi odamlar bilan radio orqali bemalol muloqot qilgan. Bir holatda SCP boshqarmasining vertolyoti SCP-3899 paydo bo'lgan hudud ustidan uchib o'tayotgandi. Vertolyotni SCP agenti yuk mashinasi haydovchisi SCP-3899-1 bilan CB radio orqali muloqot qiladi. Ular undan chaqiruv nomini so'raganida haydovchi baland ovozda shunday javob beradi: Men tun yukiman, to'xtamasdan kelyapman. Bu tezlikni his qilyapsizmi? To'g'rimi? Agent ovoz balandligini kamaytirib, haydovchidan qayerdan kelganligini so'raydi. Javob quyidagicha bo'ladi: Men shamol bilan yuraman. G'ildiraklarim asfaltga muhabbat kuylaydi. Yo'qilgan rezina, yo'l tuzi va tutun sizning tomiringizda oqyapti. Qayerdan kelgani muhim emas. Muhimi hayot yo'l uchundir. O'lim esa hech narsa uchun. Keyin agent, siz aynan nimani tashiyapsiz deb so'raydi. SCP-3899-1 javob beradi: Eshitmadingmi? Ko'ryapsanmi? Menda bor narsa qutqaruvning g'ildiraklaridagi shakli. Yo'llar to'lib, harakat to'xtaganda men bu yukni tushiraman va hammamiz benzin ichib tutunni nafas olamiz. Agent yana kim ekanini va nimani xohlashini so'raydi. SCP-3899-1 baland va g'azabli ohangda javob beradi: Bu yo'llar ruhi uchundir. Uzun tunlar, o'chgan dvigatellar,
gorizontni g'ildirak ostiga olishga urinayotgan har bir kishi uchun. Men qizigan temirning g'uvillashi, ozodlikning qichqirig'i, barcha to'siqlarning o'limiman. Bu yuk mashinasi hech qachon to'xtamaydi. Siqilyapsanmi bugun burni? Ko'ryapsanmi olovni? Sezyapsanmi kuyni? Yuragingni tatib ko'rdim. Sen ham men bilan uchishni xohlaysan. Agent bu his-tuyg'ularni ta'sirida "Ha, men buni his qilyapman" deya javob bergach, tergov to'xtatildi va vertolyot orqaga qaytib ketadi. Bu voqeadan so'ng SCP-3899-1 bilan aloqa qilish ehtimoliy matematik ta'sirchan ong o'zgarish xavfi sifatida baholanadi. SCP-3899 hozircha hech qanday an'anaviy usul bilan ushlab bo'lmaydi. Shuning uchun u Keter toifasiga kiritilgan. SCP-3899 paydo bo'lgani haqidagi xabarlar kelib tushganda, uning siber radio orqali uzatgan barcha signallari yaqin atrofdagi boshqarma eshitish uchun punktlari tomonidan nazorat qilinadi. Agar u fuqarolar bilan aloqa qilgan bo'lsa, ular va guvohlar betoifa amnestiklar bilan esdan chiqariladi. SCP-3899 haqidagi barcha ma'lumotlar yashiriladi. U haqidagi mishmishlar va shov-shuvlar esa oddiy shahar afsonasi sifatida ko'rsatish uchun noto'g'ri ma'lumotlar tarqatish kampaniyasiga olib boriladi. Demak, SCP-3899 aslida nima? Uning haydovchisi qandaydir sirli ruhmi yoki u qadimiy kuchlarning timsoli? Avtomagistrallarda harakatlanuvchi erkinlik va uzluksiz harakatning dizel quvvatdagi jonsiz tanasimi? Bular hali noma'lum. Ehtimol bu savollarning javobi sizga bog'liq. Endi borib doktor Bobning fayllaridan boshqa birini tomosha qiling. Biz ungacha yanada qiziqarliroq SCP-larni birini topib siz bilan bo'lishamiz. Video yoqqan bo'lsa like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Xayr, ko'rganda ko'rishguncha sog' va salomat bo'ling.